ozod dunyo mamlakatlari barcha davlatlarning suvereniteti va mustaqilligini hurmat qilishlarini amalda isbot qildilar. Sotsialistik lager mamlakatlarining ichki ishlari jumladan janob Kroos Bolgariya to'g'risida gapirib, ozod dunyoning Panov, o'ttizkangni bo'lganim uchun uzr. Muhim ish chiqib qoldi, polkovnik Primovga bog'liq. Todor Primovmi? Ha. Nima ish ekan? Uni yaxshi taniysanmi? Primov kadr ofitser, lekin urush yillari partizalar otryadiga o'tib ketdi. O'sha paytda men brigada shtabida edim. Oilasi haqida nimalarni bilasan? U oilasi haqida juda kam gapirardi. Bolaligidayoq onasi o'lgan. Uni Varnadagi buvisi tarbiyalagan. Akasi bilan singlisi esa shoshma. Brigadada o'zini qanday tutardi? U juda aktiv edi. Keyin u brigada shtabiga kirdi. Meni o'limdan qutqargan. Biz o'shanda razvedkaga ketayotgan edik. Keyin urush tugadi. Todor partiya ishiga o'tib ketdi. Meni esa o'qishga yuborishdi. Qaytib kelganimda uni Moskvaga o'qishga yuborishdi, shu bilan ko'rishmadingiz. Bular bizga ma'lum. Xat yozisharmiding? Kamdan kam. Keyinchalik butunlay yozishmay qo'ydik. Andrey, sen Primovga to'la ishonasanmi? Ha. Ana qaragi, uyimizga ham keldik. Ana buvimlar. Qani o'zing tushchi. Barakalla. Marhamat. Uni injener Stoyan Slavey bilan qizchaga qarab turishga rozilik bergan Kina xola kutib olishadi. Yana o'z yurtingizda siz o'rtoqbosh injener. Aha, hamma yoq o'zgarib ketibdi. Xo'sh, endi ishni nimadan boshlaymiz? Menimcha ishni obyektlarni tekshirishdan boshlasak. Bisadaqim. Obyektlar bilan tanishib chiqish bir oyga cho'zilib, 13-ga o'tar kechasi tugadi, martda. Eshitaman, o'rtoq general. Shofyor Penovni chaqiring. Eshitaman. Mana buni ol, senga kerak bo'lib qolar. Beriroq kelchi. O'tir, menga aytgan gaplaringni mana o'rtoqqa ham aytib ber. Biz kechqurun 12-martda poytaxtga qarab ketayotgan edik. Mashinada Primov bilan sizdan boshqa yana kim bor edi? Bosh injener o'rinbosari injener Slavey bor edi. Mashinani ishdan chiqarasan, sekinroq hayda. Hech nima qilmaydi o'rtoq bosh injener. Bo'lmasa Safiyaga ertalabgacha yeta olmaymiz. Hozir soat necha? 11dan oshdi. Oho, shoshilish kerak. Menga qarang, axir ertaga qizingizni tug'ilgan kuni-ku. Ha, ertaga. 13-martda. Shu kuni qizimning onasi o'lgan. Bu yerlarning yo'li yomon. Naryoq ancha durust. Ke qaysarlik qilma,
To'xtatib biroz dam olsang-chi. He, yetib olamiz. Men shunday charchagan edimki, rulda uxlab qolmasam deb qo'rqardim. Shunga qaramay, bosh injenerni qizi oldiga o'z vaqtida olib borishni istardim. Nima uchun ulardan birontasi sizni o'rningizga o'tirib mashinani haydamadi? O'rtoq Slaviy mashina haydashni bilmasdi. Bosh injener bo'lsa, bilsa ham negadir indamadi. Biz buradan qulab ketdik. Keyin nima bo'ldi? Tunda telefon jiringlab qoldi. Ha, Plovdiv. Ha, Plovdiv. Gapiring. Ha, Plovdiv, gapiravering. Alo, Budnodan 4 kilometr janubda yengil mashina jalliga qulab tushdi. Halok bo'lganlar ham borga o'xshaydi. Kim gapiryapti? Alo. 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 Tez yordammi? Vrachni chaqiring. Alo. Kim bu? Doktor Manif. Hovliqmay gapiring. Nima? Qayerda? Hozir. Sanitar mashinasini jo'naymiz. Militsiya. Militsiyani? Ha. O'rtoq Velov javob qilib o'zi bizni kuzatdi. Bo'ron tongga yaqin to'xtadi. Shu atrofda bo'lish kerak. Tong yorishgan edi. Adayın por qué? Todo el tiempo. Kam para bering? Qarang yana kim bor ekan? Todor Primovku Xudoga shukr o'tirar ekan. daryo bo'yida yana bir yotibdi. O'lgan. O'zingizga ma'lumki, Primov tuzalgach, otpuskasidan so'ng tezda ishga tushib ketdi. Ammo shu hodisadan keyin u vaqt bilan esini yo'qotib qo'yadigan bo'ldi. Tashakkur, doktor Mayev. Marhamat. Marhamat o'rta general. 1 minutga, doktor. Menimcha siz Primovni halokatdan ilgari ham bilar edingiz, shundaymi? Ha, men uni juda ko'pdan bilaman. O'rta generalga ham aytgandim. Bir vaqtlar Todorning otasi Sava Primov meni Shvetsariya dorilar bilan ta'minlar edi. O'shanda Todor necha yoshlarda edi? 1 yashar edi. Onasi tirikmidi? Yo'q. U nimadan o'lgan? Ruhiy kasal bo'lib o'lgan. Todorni keyin yana qachon uchratdingiz?
9-sentyabrdan keyin Bolgariyaga qaytib kelib, Plovdiv kasalxonasiga ishga kirdim. Shundan keyin 46-yili Todor shahar komitetida ishlay boshladi. Minnatdorman, doktor. Xayrli tun. Xayrli tun, o'rtoq general. Sog' bo'lsinlar. Xayrli tun. Doktor hozir qayerda yashaydi? Varnada yashaydi. Qani yozganlaringni ko'rsat, keyin davom ettiramiz. Ha. Mana shu savollarni Plovdiv militsiyasining tergovchisiga bersang bo'ladi. Bayan Velov. O'rtoq Velov, siz injener Primov gaziga uchragan halokatga qanday baho berasiz? Baxtsiz hodisa, men bunga to'la aminman. Batafsilroq ayting. Tergovda shu narsa aniqlandiki, shofyor mashinani charchagan holda haydab, bo'lgan voqeani yaxshi anglab ola olmagan. Falokat yoniq chiroqli yuk mashinasining muyulishdan chiqib qolishi natijasida ro'y bergan. Falokat sababchisi bo'lgan shofyor javobgarlikka tortilishdan qo'rqib, mashinasini orqaroqqa oladi. Keyin Plovdivga telefon qilgan. Tez yordam vrachining halokat haqida militsiyaga xabar qilish kerakmidi? Ha, Minnatdorman. Todor-ku sog'ayib ketibdi. O'sha halokat sabablarini tekshirishga endi hojat qoldimikan? Xulosa chiqarishga shoshilma. Todor sog'aygandan keyin vazifasini o'tashga kirishdi. Mikhail Rachev unga yordamchi qilib tayinlandi. Shu yilning may oyida ular yangi 74-zavodning texnik jihozlari ko'rsatilgan planni olishdi. Rus o'rtoqlarimiz chet el razvedkasi Sovet fani va texnikasining ana shu yangi ishiga qiziqish bilan qarayotganliklari to'g'risida bizni ogohlantirishdi. Plan ustida bo'ladigan ishni kuzatib borishni o'z muavinimga topshirdim. Podpolkovnik Sonovni. Vasil Sonov. Ha? Sen uni taniysanmi? Taniganda qanday birga ishlaganmiz? Yaxshi kelding. rahmat. Qani o'tir. Andreyga o'sha chertyojlar voqeasini birma-bir gapirib bersang. Primov paketdagi chertyojlarni ko'rgandan. Men oldimdan oldi. 26-mayda. O'shanda ikkalamiz doktor Manifoldga bormoqchi bo'lib turdik. Massaj tugadi. Hozir kiyinyapti. Keyin elektroprosesda qiladi, bo'shaydi. Doktor, men bo'ldim. Har kuni ertalab Primov kasalxonaga borib massaj va elektroprotsedura qabul qilardi. Doim shoshilgan. Sonov ishning borishini doim kuzatib bordi. Lekin plan olingandan keyin 4-kuni meni chaqirishib chertyojlardan nusxa olingani va u bir chet el razvedkasi qo'lda ekanini aytishdi. Plan nusxasini bizdan olishlari mumkin emas dedim. Lekin so'zimga ishonishmadi. Biz zavodni qayta jihozlashni to'xtatdik. Todor umidsizlikka tushib, hatto butunlay ketmoqchi ham bo'ldi. Keyin yana o'ziga kelib obyektlarda ishni davom ettirdi. Kecha-yu kunduz tinimsiz ishladi. Oradan ko'p o'tmay o'sha chertyojlar nusxasi bizda ko'chirilganligi ma'lum bo'ldi. Balki planni xotirga tiklashgandir. Mumkin emas.
Unda 70 dan ortiq chertyoj bor. Eshitaman. Qabulxonada 2 kishini taklif eting. Есть. Hozir yana bir voqeani eshitamiz. Marhamat. Salom. 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 Injenerlar Dobrev, Nikolov. Metalograddagi zavod rahbarlari. O'tiringlar. Zavodda bo'lib o'tgan voqeani yana bir gapirib bersangiz. Agar men biron gapni unutib qo'ysam, siz qo'shimcha qilarsiz. Biz 9-sentabrgacha G'arbdan olgan yangi ustanovkani ishga tushirib yuboramiz deb majburiyat olgan edik, lekin uni ancha nuqsonlari bor ekan. Agar injener Premov bilan yordamchisi Rachib bo'lmaganda, ustanovkani o'z vaqtida ishga tushira olmas edik. Ular shu kunlari 3 soatdan uxlashdi. Aytganday, ular yonida bir cho'loq ham. Yangi ustanovkani o'rnatish uchun maxsus tayinlangan ustani hazillashib cho'loq deb chaqirishardi. Uning oyoq tizzasidan bukilmas edi. Shuning uchun hassa tayanib yurardi. Nima bo'pti? Nima bo'pti deysizmi? Yo'q, hech narsa. Familiyasi nima? Hristo Panayotov Semov. 8-sentabr ertalab bosh injener Premov yangi ustanovkani oxirgi marta ko'zdan kechirdi. Dobrev. Ertalabgacha hech kim chexga kirmasin, eshitdingmi? Ishchilarga ruxsat. Sen bo'lsang Syomov, hammasini yana bir ko'zdan kechirib chiq. Mashinalarni to'xtatib bor, yubamiz. Xo'p bo'ladi, o'rta bosh injener. Planni bajarganimiz sharafiga ishlagan bo'ladi. Salomatlik uchun yigitlar. Oxirigacha, Rachib oxirigacha. Xo'sh, nima gap, master? Hamma narsa taxt o'rtoq bosh injener. Unday bo'lsa kel, biz bilan bir yumka ich. Qarshilik yo'q. Sexni berkitib keldim. Qani ol. Tezroq. Rahmat. Xo'sh, Rachib, nima deysan? Cho'loq amakim men bilan ham ishsizlar. Uyat bo'ladi. Unday dema, Rachib. Bo'ladi, qo'yavering o'rtoq injener. Velosipeting qayerda? Ana u yerda yangi mashina yonida. Yangi mashina yonida. Borib olgin-da, boqqa borib o'yna. Bora qol. Salomatlik uchun. Rahmat. Ha, master. Kechirasizlar. Sog' bo'linglar. Oxirigacha. Qani meni qizim? Peshtoq bosib qoldi. Qani qizim? Qani meni qizim? O'rtoqlar. Petrova, qizim olib chiqib keting. Добре. Pistoletni ol-da.
Proxodnoyda turib, fabrikadan hech kimni chiqarma, tez bor. Nikol, tezda Plovdivga xabar qil. Rashib ketdik. Mashtar qani? Cho'loq to'satdan g'oyib bo'ldi qoldi. Zavodga topshirgan uning hujjatlari qalbaki ekan. Uni ko'p izladik, ammo natija bo'lmadi. Todor shu avariyadan keyin ancha kasal bo'lib yotdi. Sog'aygandan so'ng unga Varnadagi o'roq va shimol operatsiyasini topshirishlarini so'radim. Bizga Primovni kuzatib borishni topshirishdi. Seni shuning uchun chaqirgandim. Mana shunday, Andrey. O'zing ham ko'rib turibsan butun ishchigal. Ma'lumki, vaqt ziq, agar tezda ishga kirishmasang bo'lmaydi. Voqealar Todor Primov atrofida tobora keskinlashmoqda. Darhol ishga kirishib, meni xabardor qilib tur. Ha, albatta. Xo'sh, o'rtoq mayor. Bu haqda sen nima deysan? Bir nima deyish qiyin hozircha. Savina qayerda? Todor Varnada yangi vazifaga o'tgandan beri uning sekretari va maxfiy xizmat bo'limining mudiri. U Savinani yo'q. Hozircha hech kim bilmaydi. Meni bu yerdaligimni-chi? Yo'q, axir sen odatimni bilasan-ku. Shuni bilib qo'yki, shimol operatsiyasi bo'yicha tuzilgan plan Varnaga jo'natilgan. Plan sen bilan bir vaqtda yetib boradi. Juda ham muhim hujjat. Qachon jo'namoqchisan? Tushdan keyin yoki ertaga. Ha? Savina Romanova. Ha? Tanimadim, o'zingiz ayta qoling. Yo'q, rostdan. Qayerdan? Boraman deb bir og'iz ham aytmabsiz. Ha, albatta. Nima dedingiz? Ha, o'sha joyimizda. Hozir chiqaman. Mishka, hali ishdamisan? Meni kutma. Yangi paltomni xullas ertaga ko'radigan bo'lding. Hadeb sababini so'rayvermagin, Misha. Shunday bo'lib qoldi. Ilojim yo'q. Ko'rishguncha. Kecha shu bilan gaplashgan edim. Sen to'g'ringda indaganing yo'q. Shunisi yaxshi-da. Shunaqami? Men bu yerga bir ish... Injener Primov. Ha, lekin hamma meni... Dam olgani kelgan deb o'ylash kerak. Ha, xuddi shunday. Xo'sh, sen qanday ish bilan? Vazifam shundan iborat. Bilaman, natijasini aytaver. So'zimni bo'lmay o'rtoq boshla. Men hozir Primovlarga qo'shdiman. Kina xolaning eng aziz mehmoni, Rachini sevimli kishisi, injener Todor Primovning sekretariman. Yaxshi. Nimalar deya olasan Todor haqida? Qobiliyatli, aqlli, ishbilarmon odam. Uni leksiya Yana qanday valiqlari... fazilatlari bor? Menimcha shu xolos. Ko'p ishlaydi.
Bolasini yaxshi ko'radi. Konsertlardan qolmaydi, kino, teatrlarga boradi. Leksiya haqida nima deydi? Har seshanba dastur yo'li bilan soat 7 dan 8 gacha xodimlar uchun kechki ovqat vaqtida turli mavzularda leksiyalar o'qiladi. Uni leksiyasi hammanikidan qiziqarli. Xotirasi qalay uni? Ha, har qalay hayotidagi ba'zi hodisalarni qiynalib chala yarim eslaydi. Masalan, u Varnada ancha yil yashagan bo'lsa ham, lekin shaharni bilib olish uchun unga bir hafta kerak bo'ldi. Ha. Salqin tushib qoldi. Sen bilan jon deb yana gaplashar edim-u, lekin ikkimizni birga hech kim ko'rmagani yaxshi. Tushunarli o'rtoq boshliq. Ertalab idoralaringga boraman, o'sha yerda ko'rishamiz. Hozircha xayr. Xayr. Yolg'iz ketgani qo'rqmaysanmi? Bu savolni bergan uyalmaysizmi? Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Bu yerga kelganingizda xursandman. Men ham shoshma. Idoralaringda bironta cho'loq odam ishlaydimi? Yo'q. Doktor Manyev, lekin u bizga qaramaydi. Yaxshimisan? Salom kishi. Yaxshi dam oldingmi? Yomon emas. Mana bu xatni eshigim tagidan topib oldim. Bo'lmagan bir tuhmat xat. Kim o'sha Panov? O'rtoq Panov shefni so'rayapti. Ayting, Avram amaki. Kiraversin. Keling, o'rtoq Panov. Bosh injener telefon qilganida xos kelib qoladi. Injener Rachev. O'tiring, marhamat. Tashakkur. Siz bilan ko'rishganimizdan beri deyarli hech o'zgarmabsiz. Yo'q. Meni kechirasizlar, zarur ishim bor edi. Shefga aytib qo'y, men kuryerni kutib olgani ketdim. Yaxshi. Afsoya buzoqroq. Yaxshi yotib turdingizmi? Ha. Rachev qanaqa odam o'zi? Qobiliyatli, lekin Xo'sh. biroz tezroq. Sen unga ishonasanmi? Mutlaqo. Mikrofon leksiya o'qish uchundir. Ha. Mana uni o'qib ko'ring. Demak, kuzatishyapti. Lekin kimni, senimi, menimi? Yo ikkimiznimi? Muhimi tipirchilab qolishdi. Bu yaxshi belgi. Shef. Todir. Andrey. Andrey. Salom Todir. Tushunmongimmi? Qachon kelding? Kuni kecha. Nega menga xabar qilmading? Bunga uzr endi. O'tir. Men ham o'tiraman, yuragim qinidan chiqib ketay deyapti. Hayajonlansam bo'lmaydi, Andrey. Chatoq. Hozir oldiga kirsam bo'lmasa? Boshqa vaqt kirarsiz, Avram amaki. Ular yaqin o'rtoqmi, ha? Yaqin o'rtoq ham gapmi? Jangovar do'st. Xo'p, bo'lmasa, keyinroq kelarman. Savina, bufetdagi vinoni olib kir, doktorga ham tayinla, albatta yetib kelsin. Yaxshi. Doktor bilan Safiyada tanishgansan-ku? U falokat to'g'risida gapirib bergan ekan. Ha. U meni o'limdan saqlab qoldi. Haligacha men bilan ovora. Juda yaxshi odam. Doktor o'zlaringni chaqiryapti. Baliq bilan mehmon qilarmish. Vinoni olib ketinglar. Ha, juda soz. Baribir seni uyda kuta olmayman. Enaga bilan qizim Balchikda. Shunday degin. Ular yo'q uchun tashvisham kamroq. Xo'sh, doktornikiga boramizmi? Albatta. Avval bittadan ichaylik. Savina, senchi? Yo'q, hech kim yo'q. Sog'lig'ingga, Andrey. Seni ham. Do 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 dum do po po lo do do do. Panov telefon qildimi? Yo'q. U kelish kerak edi. Agar kelib Mana men ham keldim.
Kechikkanim uchun uzr to'dir. Hech qisi yo'q. Rashif ham kelish kerak edi. Nimagadir shu vaqtgacha darak yo'q. Maxsus kuryerman. Hozirgina keldim. Injener Todor Primov. Ha, o'rtoq Alekseyev. Xursandman. Bular? Ha, bemalol gapiravering. Marhamat. Minnatdorman. Mana shimol operatsiyasining plani. Oh, ko'pdan kutardik. Marhamat, o'tiring. Rahmat o'rtoq injener, vaqtimiz ziqroq. Mana marhamat. Ruchkani ber. Salomat bo'ling. Xayr. Misha kuzatib qo'y. Andrey, kel ko'raverchi. Hozir. Tushunmayapman. Hammasi aniq. Mana bu shimol. Xo'sh. Punkturlar esa oldingi joyni ko'rsatadi. Shundoq. To'g'ri. Juda yaxshi o'ylanibman. Doqqa shoshilyapman. Misha, sefni och. Andrey, tezda qaytib kelaman. Sen shu yerda kutasanmi yo biron yoqqa borasanmi? Shu yerda kutaman. Yaxshi, Misha, yur. Hech narsa sezdingizmi? Hozircha bir narsa deyish qiyin. Doktor hozir biron ish bo'lyaptimi? Eng muhim ishlardan hozir u yerda Bakosayot kemasi remont qilinayapti. Sendan bir narsa so'rasam, maylimi? Ha, mayli. Injener Rachif seni yaxshi ko'rishi rostmi? Bo'lmagan gap. Nima edi? Yo'q, o'zim shunchaki so'radim-da. Meni kutma, ketaver. Andrey shu yerdami? Ha. Uzoq kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q. Menga qara, og'ayni. Bir iltimosim bor. Xo'sh. Texniklar kelguncha operatsiya planini saqlab bersang. Kim, men a? Ha. Safiyadagi voqeadan keyin maxfiy hujjatlardan yuragim besillerga bo'lib qolgan. Iltimos qilaman, yo'q dema. Axir bu yerga otpuskga kelganimni yaxshi bilasan-ku. Keyin bunday hujjatlarni olishga sira haqqim yo'q. Iltimos men uchun. Iloji yo'q. Yana yegan ovqatim ishimga tushmas ekanda. Shoshma. Hozir to'g'rilaymiz. O'rtoq Romanova. Ha, o'rtoq Panov. Men xonangizda devorga o'rnatilgan po'lat shkafni ko'rgandek bo'ldim. Ha, bor. Qani paketni olchi. Ana xolos, o'zimizda maxfiy xizmat borligini butunlay unutibman. Mana paket. Injener Primovdan boshqa hech kimga bermaysiz. Tushunarli. Hujjat juda maxfiy. Rahmat, Andrey. On minutdan keyin butun ishlarimni tugataman, xo'pmi? Yolg'izlik juda yomon ekan, Andrey. Qizimdan bo'lak hech kimim yo'q. Singling-chi? Bu hozir Bolgariyada emas, urush vaqtida yerga tegib ketib qolgan. Akang qayerda? Akam Belamoriyada jazo atradiga sotilib ketganda 9-sentyabrda bizga otib tashlashibdi. Shunaqa degan. O'zim ham keyin eshitdim. Buving hayotmi? Ha, hayot. Bechora ko'r bo'lib qolgan. O'tgan kuni borib ko'rgandim. Ko'rsang rahming keladi. Gavjum joylarni uncha yoqtirmayman.
Yur, ana u qavoqxonaga kira qolamiz, a? Ha, mayli. Yo'q. U bilan munosabatlaringni aniq bilmagunimcha qo'ymayman. Ishonsang-chi, axir u menga tanish xolos. Endi bo'ldi. Qo'ysang-chi. Ishonmayman. O'zing bilasan. Uning oldida o'zingni yo'qotib qo'yishingni, uyalinqirab qarashlaringni meni sezmaydi deysanmi? Oramizdagi sevgichi, bir-birimizga bergan va'dalarchi. Savina qo'y, jahlimni chiqaraverma. Jahling chiqmaydi. Nega chiqmas ekan? Yo'q, jonim. Baribir uni yomon ko'raman. Bekor qilasan. Yanami? Nega jahling chiqadi? Agar u nusxa u odam. Xo'p, u senga yaqin emas ekan. Nega? Sen hammadan yaqin kishim. Qo'y bu gaplarni, o'ylama. Menga ishonishing kerak. U shefimizning eng yaqin do'sti, keyin Varnada hali uzoq turadiganga o'xshaydi. Naqadar minnatdorman. Ey, bilsang edi. Seni qanchalik sevaman. Sevasan u qiynaysan. Bir minutga, hozir. Naqadar go'zalsan ey moviy dengil. Maqtoving o'zingday bepoyon tesiz. Yana o'sha sakan. O'sha kuni seni harbiy sovetga saylashgan edi. Esimda. Hammasi esimga tushdi. Tog'lar, o'rmon. Ko'p yaxshi vaqtlar edi, Andriya. Naqadar go'zalsan ey moviy dengil. Voy, kim bo'lsang-chi? Maqtoving o'zingday bepoyon. E'tibor berma. Kelgusi suhbatimda seni eslatgan voqeani gapirib beraman. Ha, aytganda sen hali bilaman. Daso kollektiv uchun suhbatlar o'tkazar ekansan. Kim aytdi senga? Sekretari. Nima sababdan? Xonangda mikrofon turgan ekan. Menga qara, doktordan keyin sen suhbat o'tkazasiz. Qo'ysangchi, o'tpishkadaman. Xo'p, de Andrey. Naqadar go'zalsan ey moviy dengil. Ovozingni o'chirasanmi yo'qmi? Maqtoving o'zingday bepoyon tesiz. Abdulla. Qo'ysangchi. Endi qalarni bir cherishda. Qo'ysangchi uni. Masku. Ketamiz. Hech qayerga ketmaymiz, o'tiramiz. Ana ovozini o'chirsa bas. Shunaqami? Men senga hozir ko'rsatib qo'yayin. Qo'y meni. Orqaga qara. Ushlang uni. Kechirasiz, o'rta injener. Men yo'q edim, chiqib ketdim. Bu bezorlarni hech kim taniydimi? Ha, bu Ivan Kran. Uni hamma biladi. Pianistda bezori. Unisini birinchi marta ko'rishimiz. Gapir, oshnang kim? Qo'y, hozir foydasi yo'q. Ertaga. Ha? Tavbimizni tirriq qilishdi. Qadrli o'rtoqlar, bugungi leksiya temasi partizanlarning dushman orqasidagi kurashi. Soatlaringizni tekshiring. ...1943 yilning qish oylari edi. Shu kuni brigadamiz shtabi eng ashaddiy gitlerchi ofitser qo'mondon bo'lgan nemis otryadi
ustimizga bostirib kelayotgani to'g'risida ma'lumot oldi. Polkimiz shu polkishlarda men ham bor edim. Dushman otryadi diqqat e'tiborini o'ziga tortib, uni do'zax qoyalari tomonga burib yuborish kerak edi. Bu operatsiya natijasi ko'p narsani hal qilardi. Vazifaning yagona bajarish yo'li barcha imkoniyatni ishga solib dushman e'tiborini brigada harakat qilayotgan joydan chalg'itish edi. Sizga tuman katta yordam berdi. Biz talofat ko'rmay dushman ustidan g'alaba qildik. Andrey to'xta. Yo'l bo'lsin. Siznikiga ketayotgandim. Juda soz, yangi kitoblar bor, kofe tayyor. Todar qani? Leksiyasida. Aytgandek bugun seshanba-ku. Qayerdan kelyapsiz? Bemornikidan. Men doimo tasviriy san'atni sevar edim. Hatto 2 yil rassomlik akademiyasida o'qiganman, lekin tugatolmadim. Bular eski etudlar. Boyoqla ishlaganlarim ham bor edi, topolmadim. Yaxshi ishlagansiz. Rostana, hali ham bo'sh vaqtlarimda surat chizib turaman. Radioni xiyol pasaytirish iloji yo'q. Nima bilaman? Men bo'lsam baland chalganni yaxshi ko'raman. Beethoven muzikasi naqadar yoqimli. Suratlarni olib kelibman, konyakni unutibman. Kerak emas, doktor. Bir rumkadan ichaylik. Bunaqasini hali ichmagansiz. Ha, darvoqe qo'xonadagi voqea nima bilan tugadi o'zi? Hech nima bilan. O'sha pianista bilan gaplashdim. Rosa kayfim oshib qopti. Kim bilan ichganimni, nima ish qilganimni bilmayman deydi. Bosh sherik ichib, unisi g'oyib bo'lib ketdi. Balki kelganlardandir. O'lguday qo'polmanda. Eng yaxshi ko'rgan plastinka edi. Hayr, mayli. Hech qisi yo'q. Budapeshtda yangisini olaman. Sinsa sinar. Budapeshtga ketyapsizmi? Ha, 12-da. Rentgenologlar sezda ochiladi. Hozir. Doktor manifestada. Ha, shu yerda. Todar, senmi? Andrey, seni chaqiryapti. Ha? Hozir boraman. Kechirasiz, doktor. Nima bo'ldi? Ishchadoq. Kimdir portdagi sensoskopni buzib tashlabdi. Hech narsaga tushunmayapman. Sensoskop radar mexanizmi. U kemalarning yaqinlashishini nazorat qiladi. Eshitishim bilan leksiyani militsiyaga xabar qilish kerak. Savinani yubordim. Sen o'zing kimdan eshitding? Navbatchi injenerdan. Mexanizmlarni yolg'iz siz boshqarasizmi? Meni smenachim injener Penyev bor, lekin u 20 kundan beri otpuskada. Mumkinmi? Marhamat. U qayerda bo'lyapti? Bilmayman. Ikkalangizdan boshqa yana biron kishi sensoskop tuzilish bilan tanishmi? Bosh injener Primov va injener Rachev. Apparatxonani qulufi qanaqa? Maxfiy o'rta tergovchi. Kimlarda uning kaliti bor? Faqat men bilan bosh injenerda. Eshitaman. Qorovulni chaqiring. Yes. Ana u xonaga kirib, aytgan gaplaringizni yozib bering. O'tiring o'rtasida yil.
Smene soat nechida tushdingiz? 7:30 minutda. Ishchilar ketishganmidi? Hamma ketgan edi. Ular bosh injenerning leksiyasini eshitamiz deb ketishuvdi. Buni aniq bilasizmi? Ertalabki seminarda ishlagan yigit shunday dedi. Uni qayerda ko'rdingiz? Haligi Xo'sh, gapiring. Haligi pressning oldidagi chorrahada o'rtoq nachalnik. Demak, seminaga kechib kelibsiz-da. Ha, bir necha minutga. Undan keyin portda yana biron kishini ko'rdingizmi? Bosh injenerdan boshqa hech kimni. Kimni? Injener Primovni. Bo'lmagan gapni qo'ysangizchi. Hozirgina o'zingiz ishlar injener sifatida eshitgani ketishgan deb aytdingiz-ku. Endi bo'lsa uni portda ko'rdim deysiz. To'xtang, Otapanov. Ha, uni ko'rdim. Balki ishga kelyapti, ichib olgandirsiz. Rostini ayting. Odamni eti uvushib bezga xuruj qilgandan keyin xo'sh nima qilish kerak? Qovoqxonaga kirib azroq ichib chiqdim. Nima qovoqxonada o'tirib ko'rdingizmi bosh injenerni? Ha, qovoqxonadan uni yonida yana bir odam bor edi. Yaxshilab eslang. Injener Primovligiga aminmisiz? Ha, xudo ursin, men uni aniq ko'rdim. Nahotki tanimagan bo'lsam. Siz uni oldidan ko'rdingizmi? Yo'q, orqasidan ko'rdim. Yondagi odam kim edi? Kimligini ayta olmayman, o'rtoq nachalnik. Uni tanimayman. Xo'sh, yaxshi, keyin kim keldi? Injener Tomov. Undan keyinchi? Siz, o'rtoq Primov, keyin mana bu nachalnik. Hozircha bo'ldi, keyin yana gaplashamiz. To'g'ri yo'l, lekin menimcha kerak. O'rtoq Primov. Marhamat. Rahmat. Injener Tomovning aytishiga qaraganda, o'zi va PIPdan tashqari mexanizmlarni boshqarishi siz bilan rachib bilar ekan. Ha. Maxfiy apparatning kaliti faqat siz bilan unda bor ekan. Ha. Qorovul Stayl sizni bugun soat 7:30larda allaqanday bir kishi bilan portdan chiqib ketganingizni ko'ribdi. Portdan? O'rtoq Stayl o'sha shu odammidi? Ha. Xuddi shuni o'zi o'rtoq nachalnik. Mana shu kostyumdamidi? Ha, shunda. Hali shunaqa deng. Kayfingiz oshib qolgan bo'lsa kerak. Nasibasidim o'rtoq nachalnik. Biroz ichgan edim xolos. Lekin sizni ko'rganim aniq. Hazillashyapsizlar. Yo'q. Yo'q. To'xtang. Aytinglar, shu polkovnik Primovni kim otmoqchi? Ayting! Ayting. To'xtang. Andrey boshim. To'xtang. Suv olib keling. Doktorni chaqiring. Boshim. To'xtar. Eshikni och, Andrey. Doktor Manif keldi. Eshikni ochib kirsin. To'xta. Nima bo'ldi? Nima gap bo'lsa? Mazasi qochib qoldi. Uni bu yerda darhol olib ketish kerak. Narigi xonaga olib chiqinglar. Tezroq bo'linglar. Tez yordamni bering. Doktor Manif. Mashinani Prestonga yuboring.
Tergovni to'xtatishga to'g'ri keladi. Biroz o'ziga kelmaguncha davom ettira olmaymiz. Bundan boshqa ilojimiz yo'q. Mayli kutamiz. Uning ko'zlari xuddi aqldan ozgan odamning ko'zlariga o'xshardi. Umuman butun ko'rinishi jinni odamning o'zi edi. Bordi-yu bu og'ir kasallik nasldan o'tgan bo'lib dushman undan foydalangan bo'lsa-chi. Lekin qanday? Onasi ham jinni edi. Akasi sadist. Buning ustiga falokat. Shundan keyin uni esi yarimta bo'lib qolgan. Har qalay unda qandaydir ruhan o'zgarish bor-da. Lekin qanday o'zgarish? Bu masala bilan shug'ullanishga vaqtimiz yo'q, Andrey. Nima uchun? Dushmanni shoshilayotgani aniq. Uning asablari buzilgan. U hozir xato qilib qo'yishi mumkin. O'ylashimcha shunday bo'ladi. Dushman yana bir jinoyatni oxiriga yetkazib qochmoqchi. Yoki yashirinadi. Varnaga uchadigan samolyot yarim soatdan keyin tayyor bo'lsin. Ekspert Vasilyev 20 minutda safarga hozirlansin. Men sensoskopni nega buzishganini endi tushundim. Ular portga o'z kemalarini bemalol yaqinlashishiga imkoniyat tug'dirib, bu yerdagi agentlarini jo'natish edi. Demak, ish oxiriga yetib qopti. Quloq sol. Kecha menga Varnada seni oldingda Primov olgan plan nusxasi ko'chirilganligi haqida xabar qilishdi. Nusxalar hozir chet el razvedkasi qo'lida. Mehnatlari bekorga ketdi, chunki chertyojlar qalbaki edi. Mumkin emas. Planlar Savinaning seyfida edi. Yo'q, shoshma Savina. Kalitni o'rta Vasilyevga ber. Marhamat. Hammasi Savin aytganidek. Soch to'lasi joyida turibdi. Mana ko'ring, o'rta general. Hammasini yaxshilab tekshiring-da, paketni joyiga qo'ying. Eshitaman. Biz general Mark huzuriga ketdik. Barcha ko'rilgan tadbirlarimizga qaramay plandan nusxa ko'chirilgan. Qanday qilib axir? Ha, unda yozibman. Kecha portdagi voqeadan keyin sizni Avram amaki izlab yurdi. Juda hayajonda edi. Nimaga ekan? So'raganidim indamadi. Sizni izlab mehmonxonaga ketdi. Salom. Kechikkanim uchun uzr. Salom Kosta. Salom Georgiy. Panov bilanmisan? Bo'lmasam-chi, marhamat o'tiringlar. Kechikkanimning sababi tergovni shu bugun tundiyoq tamomlamoqchi edim. Xo'sh, qalay? Bir narsa deyish qiyin. Aniq dalil yo'q. Injener Primov bilan injener Rachev jinoyat yerda bo'lmaganini Primovni radio orqali eshitgan mana Panov ham tasdiqlayapti. Faqat injener Tomovni qamadik. Hozir bu yerga ikkinchi injener Peyev keladi. O'sha mexanizmdan tuzilishni yaxshi biladigan injenerlardan biri. Hozir Primov qayerda? U hali ham kasalxonada. Ahvoli qalaymish? Doktor Manev kasalning xuruji tez o'tdi deydi. Keyin Primov qorovulning so'zlarini eslab rosa kulgan emish. Qorovul so'zda turibdimi?
Ha, lekin o'sha kuni u bir baliqchi bilan ichgan ekan. Keyin mizg'ib olibdi. Ishga ketish oldidan yana ichibdi. Shuning uchun ham uning gaplariga ishonish qiyinroq. Ha? 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 Kutaman, olib keling. Bugun tong o'tarda Xilvat ko'chada bo'g'ib o'ldirilgan xizmatchingiz Avram Alkalaning murdasi topilibdi. U sizning kassiringiz edi. Kecha kechqurun uni papkasida bir tiyin ham yo'q edi. Butun tafsilotni menga ma'lum qilishadi. Dushman tobora yovuzlashyapti. Biz esa sir boy bermay, o'zimizni hech narsani bilmagan kishilarday olib yurishimiz kerak. Aytdim-ku senga 5 kundan ortiqqa javob bera olmayman. 5 kunda nima ish bitadi? Bitirasan. Hech bo'lmasa 8 kunga javob bering. Qo'ymading. Rahmat. Ha, aytganda bilmaysan. O'rta bosh injener. Xo'sh, nima deysan? Brigadamiz ishlar so'rayapti. Bugun leksiyani tugatasizmi? Men-ku tugataman, o'zlaring ishni tugata olasizlarmi? Bo'lmasam-chi? Tekshirib ko'raman. Mayli, o'rta injener. Mayli, boraman. 5 kundan keyin ishni tugatamiz. Otishga olaman, qizim bilan g'oyib bo'laman. Qayerdaligimni sendan bo'lak hech kim bilmaydi. O'rtoq Primov. Mashina bo'limida kutishyapti. O'sha yerga ketyapmiz. Buving qayerda turadi? Qiziq, nimaga eslab qolding endi? Bir ko'rib o'tmoqchi edim. Juda ham xursand bo'lardi. Primorska 4. Agar leksiyam tamom bo'lishini kutsang, birga borardik. Xo'p, mayli. Hozir mashinaga. Trach. O'rtoq Panov. Siz bugun leksiya qolarsiz? Qolmasam kerak. Kechqurun bo'shmisan? Ishda bo'laman. Bo'lmasa telefon qilaman. Xo'p, mayli. Yerning sun'iy yo'ldoshi haqida suhbat boshlayman. Soat eslashin. Soat ro'paraosi 19. Hoy, uyda hech kim yo'q. Chiroq yoniq-ku? Ha, marhumani boshiga men shamchiroq yoqib qo'ydim. Sen uni nevarasimisan? Nima, Rada buvi o'ldimi? Ha, o'ldi bechora, Xudo rahmat qilsin. Qachon? Yaqindagina. Yarim soat bo'ldi cho'loqni yeb ketganiga. Uning ketidan Lyuba yugurib chiqdi-yu, Rada bu o'lib qoldi dedi. Men marhumani yonida qolib Lyubkani nevarasini topib kelgin deb yuborgan edim, shu vaqtgacha daragi yo'q. Marhumani yuvib taradim, toza kiyimini kiyintirdim. Endi uyga keluvdimki, eshigini taqillatib qolding. Sen marhumani qarindoshimisan? Nevarasini o'rtog'iman. U cho'loq deganingiz kim? Menga Lyuba doktor deb aytgan edi. Lyubachi? Kampirga qarab turgan qizda manjalaqa qayerlarda yurgan ekan. U biron narsani olib ketganga o'xshaydi. Endi qaytib kelmaydi. Siz Rada buvini yaxshi taniysizmi? Ha, tanisham gapmi? Yoshligimizdan birga katta bo'lganmiz. Faqat u mendan sal katta edi. Qarindoshlarini ham bilasizmi? Bo'lmasam-chi, ularni boridan yo'g'i. Uyga kirib gaplashaylik. Oyoqlarimda mador qolmadi. Uni qayoqdaligini bilmasam juda tashvishlanaman. Sakkiz yarim bo'ldi. Qayoqqa ketganini ham aytmadimi? Yo'q. Juda bo'lmasa telefon qilish kerak edi. Mayli, sen ketaver. Men biroz kutaman, kelmasa men ham ketaman. Yaxshi. Xayrli tun. Xayrli tun, Sabina. Qayoqlarda yuribsiz?
Shefni ko'zi to'rt bo'ldi kutaverib. Leksiyasini tugatgandan beri so'ragan. Aylanib yuruvdim. Keyin doktor Manifni U bugun ertalab jo'nab ketdi. Nima? Ha, Budapeshtga. Nega buncha ta'jiblanmasangiz? Yo'q, o'zim. Kira qoling, uni xotirjam qiling. Tushundim, mayli. Menga qara, yana bir kun qola qol. Xo'p, xayr. Qayoqda eding? Endi qidirib ketmoqchi edim. Bilasanmi, Andrey? Bugun kechqurun Rada buvim qazo qilibdi. Kim aytdi senga? Kampirga qarab turgan qiz telefon qildi. Bechora. Bitta shu buvim qolgan edi. Bugun kunduzi borganimda uni ko'rib qolgan bo'lardim. Nima qildi senga? Tobim qochib turibdi, shamollaganga o'xshayman. Borib yotsammi deyman. Men yana ozgina ishlayman. Ertaga qay vaqtda kelasan? Xohlagan vaqtingda. Buvimni soat 8larga chiqaramiz. 11larda kelsang, qizim olib kelgani Baltikka boramiz. Dam olib ham kelamiz, a? Juda soz, bo'pti. Xayr, Andrey. Xayrlitim. Ha? Menga vrajdeblani bering. Vrajdeblami? Ha. Marhamat. Ha. Cho'loq. Ko'zanakli. Ha, o'sha. Doktor Belizar Petkov Manev. U ertalab soat 10 da Budapeshtga uchib ketdi. Ha, hammasi to'g'ri. Hech qisi yo'q, o'rtoq. Radio eshittirishlarimiz tugadi. Soatlaringizni tekshiring. Soat 24. Tuningiz xayrli bo'lsin, o'rtoqlar. Alo. Meni Safiya radiosi bilan bog'lang. Yo'q, Molniya. Gapingizga sira ham tushuna olmayapman. Ha, nima dedingiz o'zi? So'zimni bo'lmang. Hali soat 19 da yoki hozir vaqtni 4 minutga farq qilib aytdinglar. Eshityapsizmi? Biz aniq vaqt signallarini takomillashgan apparatlar yordamida beramiz. Xato ketishi mumkin emas. Radiodan soat rosa 19 deb e'lon qilinganda meni soatim 4 minutga ham 19 edi. Hozir sizlar soat rosa 24 deb aytdingiz. Meni soatimda esa 24 dan 4 minut o'tdi. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Soatingizni ertaga yaxshiroq ustaga olib borib ko'rsating. Yo'q, aqldan ozganga o'xshayman. Vaqtga qaraganda hammasi to'g'ri edi. Balki u
Rachiv. Gero, ata sigareti bilan Google ber. Mana. Mumkinmi? Sherminut, merci. Hozir tanib uyini har tomondan aylanib, qarab yurganingni ko'rdim. Nima sotib olmoqchimisan? Xayolimga ham kelgani yo'q. Sen nega tashvishlanasan? Yo'q. Menga nima? Rost, shu uyda ustaxonam bor 30 yildan beri. Uyini havas bilan qurgan ekan. Bahavo bino. Bir vaqtlar shaharning maqtovli binolaridan edi. Mana shu uy bilan orqasidagi shvetsariyalar turgan uyni Varnada o'tmishdagi xufiya ishlar uchun muzey qilinadigan bo'lsa, menimcha shu joy juda bopda. Nima ishiysan? Kanyaydi. Xo'jayin, bu kishiga Kanyadan keltiring. 2 hissa. Xo'sh, ta'rifni qanaqa odam edi deding? Eng badavlat importchi. Krizer bo'lsa, eng yirik paroxod agenti. Lekin ikkalovi ham qaraqchi edi. Marhamat. Bu binoning eshigidan qancha o'g'irlangan mollar o'tgan, qancha xotinlar o'z erlariga xiyonat qilishgan, hisobi yo'q. Tanib o'ldi. Doktor davom ettiryapti. Qanaqa doktor? Cho'lovda, Tanibni kuyovi. Doktor Manif unaqa odam emas edi-ku. Doktormi? Mug'ambir u. Dengiz tomondan hali ko'cha qurilmagan paytda paraxodlar to'ppa-to'g'ri Tanib uy ostonasiga kelib to'xtardi. Politsiya qancha tintuv qilsa ham, lekin hech narsa topolmas edi. Ana u orqadagi uydan o'g'irlangan mollarni olib chiqib ketishardi. Yana Kanyadan olib keling. Asabimni mazasi yo'q, Andrey, juda yomon. Menga hamroh bo'lganing uchun rahmat, og'ayni. Balchikda dam olib, bir maza qilib kelaylik. Tushunarlimi? Tushunarli o'rtoq mayor. Yaxshi. Kechirasiz, Sheffolda ko'rdim, qizchani ko'rgani. Hechqisi yo'q, qani, ketdik.
Eski narang. Qani ko'raylikchi illarni. Ha? Ilindi. Nomerini yozib ol. Orqasidan qo'sh kerak. O yana bittasi. Uni ham yozib ol nomerini. Mixailning mototsikli. Kimniki deysan? Injener Rachevniki. Demak, u Antis aytaman yo'q. Avval gapimga quloq soling, keyin bilganingizni qiling. U hech qayerga qochib ketmaydi, ishoning menga. Mixail bularni hammasini faqat rashdan qilyapti. oramizda hech gap yo'q deb aytganding-ku. Haligi sizga keyinroq Yaxshi, bilasizmi? unga ishonsang bo'lgani. O'zimga ishonganday. Mixailga aytsam maylimi? Hali erta. Bugun erta bu ishlarni hammasi hal bo'lishi kerak albatta. Biror narsa bildingizmi? Hozir bir nima deyish qiyin. Todor ishga tayinlangandan keyin idoralarini kim jihozlagandi? Hammasi o'z o'rnida qolgan. Faqat uni kabineti qayta qurildi. Sen shu yerdamiding? Yo'q, men kelmasdan oldin. O'shanda ish ustida kimlar bo'lgan? Shef bilan Avramov aka. O'rta Velif, bu yoqqa keling. Bu yerdan chegaragacha necha kilometr? 8 ta chekalar. 8320. Halokat to'g'risida kim telefon qilganini aniq biladilaringizmi? Yo'q. Yuk mashinasi ana u yerdan chiqib qolgan bo'lsa kerak. O'rta rais. Ha? Sim yog'ochlarini so'nggi marta qachon almashtirgansiz? Menimcha, aniq bilmaysizmi? ha, esimga tushdi. 2 yil burun 1-may arafasida. Undan keyinchi? Ehtimol biron singan pinganlarni almashtirgandirsizlar. Yo'q, o'shandan beri o'zgartirmadik. Demak, portlash yuz berganda Primov shu yoqqa qarab yurdi. Ha, shu yoqqa. Kechirasiz meni. Marhamat. Aha. Cho'loq usta aniq qachon g'oyib bo'ldi? Portlash yuz bergan joyga chopib kelayotganimizdan keyin uni boshqa ko'rganim yo'q. Yaxshi. Qizchani qachon olib kelishdi? Portlashdan 2 kun avval. Ha? Oho, zo'r-ku, ha? U bilarmidi? Unda yo'q. Qachon bildi? 1944-yilning iyun oyida o'tgan operatsiyalarimizning birida o'rmonda adashib qolgan jandarma bo'linmasini brigadamiz qurshab olishi va yo'q qilish kerak edi. Shunda biz Todor bilan ikkovimiz biznikilar qurshovni tugatgani haqidagi raketa signalini kutar edik. Olg'a! Nima qilyapsan? To'xta! Todor signalni yanglish tushunib, partizanlarni atakaga boshlamoqchi bo'ldi. Men uni to'xtatib qoldim. Lekin o'zim og'ir yaralandim. Raisi, qadoqni ol. Salomatligingiz qizginam. Nima deyish kerak? Rahmat. Juda ham aqlli bo'l. Doim sog'lom bo'lib Ish bordim. Oy, chiqisi yo'q, chiqisi yo'q. Voy qizaloqqina, xafa bo'lma. Ana, Andrey aka ham keldi. Salom. Qani, darrov Andrey akamdan so'rash. Salom Andreyam aka. Salom, salomat bo'l. Katta qiz bo'l. Qani ko'raylikchi, Andrey aka nima olib kelibdi ekan. Mana. Nima ekan? Qalam ekan. Endi borib rasm sol. Hoppa. Shuncha kuttirasanmi? Odam ham shunaqa bo'ladimi? Qani o'tir.
Men Budapeshtdan 25 ta yangi platsinka olib keldim. Eshitasizlarmi? Yo'q, Sofiya yangiliklardan eshitamiz. Yangilikmi? Ha. Senga 60 ga berishga rozi bo'lishdi. Juda soz. Lekin kema remontini tamomlaganingdan keyin biz uni indingayoq tantanali ravishda topshiramiz. Hali o'raq operatsiyasi planini qabul qilasan. Qachon yuborishadi? Ertaga maxsus kuryer bilan. Ma'qulmi? Juda. Kichkintoyimiz sog'ligi uchun. Seni sog'lig'ingga, Rashi. Oxirigacha. Sening salomatligingga. Men ichmayman. Qizim uchun. İşte oradagi gaplarni qo'yaylik o'rtoqlar. Doktor, og'ir muzikani to'xtataylik. Biroq sho'xroqdan qo'ysangiz. Iltimosingiz qondiriladi. Beethovenni to'xtatamiz-da, yangi zamonaviy raqs muzikasini qo'yamiz. Marhamat o'rtoqlar, raqsga. Keyin holini hech kim taklif qilib ko'rmasin. U bilan birinchi men tushaman. Andrey aka, rasm solib bering. Dadangga ayta qol, juda charchaganman. Qani bir ko'raylik qalamlaringni. Xo'sh. Bu qanaqa rang? Bu jigarrang. Yana qanaqalari bor? Ha. Mana bunisi sariq. Sariq deb aytchi. Sariq. Barakalla Rachi. Mana bunisi yashil. Yashil. To'g'ri. Bunisi ko'k. Ko'k. Mana bu zangori. Zangori. Endi o'zing ayt. Havo rang. Qani aytchi? Havo rang. Qizalog'im. Mishinka, boshqa plasinkani qo'y. Mumkinmi? Marhamat. Rahmat. Ruxsat eting. Nega parishonsan? Charchadim. Tur. Borib doktordan xonimini tortib olaman. Planlar xuddi osmondan chalpay yog'ilgandek yog'ilyapti. Yo'q, paketni hozir ochmaymiz, Misha. Mana ertaga kemani topshiraylik undan keyin. Yaxshi, mayli. Hozir dokka borish kerak. Sen borasanmi? Mayli, baribir qiladigan ishim yo'q. O'tir, olib borib qo'yaman. Rahmat, uzoq emas. Piyoda ketaveraman. Xo'p, xayrli tun. Xayr. Ertagacha. Ertagacha. Chiroqni yoqing. Hammasi barbod.
barbod bo'ldi. O'sha hayvon meni yo'ldan urdi. Ketimdan dokka boringlar. Rachiv. Radio eshittirishlarimizni tugatamiz. Soatlaringizni tekshiring. Rachiv. Yordamlashib boring. Soat 24. Xayrli o'rtoqlar. Qani bunisini ham aylantirchi. Injener Primov-ku. Qo'llarini kishanlang. U Primov emas. Kapitan Parvan Primov. Bizning o'rtog'imiz Todor Primovning egizagi. Olib keting. Mana bu oxirgisi. Injener Drenskiy, Pepa, Cho'loq usta Kristo, qovoqxonadagi pichoqli odam va hokazo. Bu josusning juda ko'p qiyofasi bor edi. Ozod dunyoning tuhfasi. Afsuski otib tashlashga to'g'ri keldi. Bo'lmasa ancha narsalarni aytib berishi mumkin edi. Ha. Seni dokka qanday shamol uchirib bordi? Tasodifan borganim yo'q. Nimadandir norozi ko'rinasan? Yo'q, lekin sizni yomon ko'raman, Panov. Bilaman. Kechirasiz o'rtoq general, gapni biroz chetga burmoqchiman. Injener Atello. Shu mahalgacha Savina meni jiyanim ekanini bilmaydi. Rostdan, ha? Ha. Yosh o'lib ketgan singlimning qizi Savina u mahalda 4 yoshar bola edi. Biz oyim bilan uni tarbiyaladik. Bunday raschiga Savinani bersa bo'ladimi, yo'qmi, hali o'ylab ko'raman. Mendan nega yashirding? Shunday qilish kerak edi. Xo'sh, dokka qayoqdan kelib qolding? Siz Savina bilan Sen deyaver. Xo'p, yaxshi. Siz Savina bilan bir mashinadan ikkinchisi o'tayotganingizda men mototsiklda o'tib ketayotgan edim. Maydonga yaqinlashib qolganimda birdan motor o'chib qoldi. Menga u cho'loqqa o'xshab ko'rindi. Ammo ishonchim komil emas edi. Shuning uchun hech kimga indamadim. Lekin g'oyib bo'lib qolgan cho'loq ustaning Varnada ekanligi meni tashvishlantirardi. U menimcha sizlar ketiga tushganlaringiz sezganga o'xshadi. Shuning uchun vaqt borida qochish harakatiga tushdi. Nimagadir uni doktor uchratishga ishonardim. Uni o'sha yerda ancha kutdim. Bir tasodif qo'l keldi-yu, o'sha nusxani yana uchratib qoldim. Men cho'loqning derazadan oshib tushishiga yordam berayotgan shefni ko'rib qoldim. O'ylab o'tirishga vaqt yo'q. Ko'chalarda hech joy yo'q edi. Postlar uzoqda, telefon ham uzoqda, maydonda edi. O'zimcha harakat qilishga jazm etdim. Yaxshiki meni soqchilar ko'rishgani yo'q. Qolganini o'zingiz ko'rdingiz. Chakana yigit emas-a? Savinaga munosibsan. Ruxsat bersangiz dokka borsam. Ruxsat.
Men telefon qilaman. Chet el razvedkasi ana shu qo'poruvchilik ishiga Sotqin Parvon Primov dushman tomonga qochib o'tgan paytdanoq tayyorgarlik ko'ra boshlagan edi. Hamma bu ablahni allaqachon otib o'ldirilgan deb o'ylardi. Lekin u ham Todor singari o'qib injener bo'lib yetishdi. Bu egizaklarning bir-birlariga o'xshashligi dushmanga juda qo'l keldi. Todor doimo dushmanlarning nazorati ostida edi. Bularning ishi o'ngidan kelib turdi. Barcha qarindoshlari o'lib ketgan, singlisi esa boshqa shaharda turadi. Buvisi bo'lsa ko'r bo'lib qolgan edi, uni ham yo'ldan olib tashladi. Bu ablahning o'ta ketgan shafqatsizligini qarangki, u hech tap tortmay sovuqqonlik bilan qizchani portlash kerak bo'lgan sexga yuborib, jinoyatga o'zini aloqasi yo'qligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Uning makkor ko'zlarichi qamoqxonada menga hujum qilish uchun cho'loq sherigiga imo qilganlarini, qizchani tug'ilgan kunidagi xatti-harakatlarini aytmaysizmi? General Stanimirovning aytishicha, vaqtni shoshganidan noto'g'ri e'lon qilib, o'nglanmas xatoga yo'l qo'ygan. Bu ish bunday bo'lgan edi. Odatda signal va leksiyalar yozib olingan magnitofonni doktor Manev qo'yardi. Xuddi shu vaqtda Primov seyf orqali ko'chaga chiqib, qo'poruvchilik ishiga rahbarlik qilardi. Sensoskopni ham Pepo ikkalasi leksiya vaqtida ishdan chiqarishgan. Manev Budapeshtga jo'nab ketganida magnitofon oldida Pepo qoladi. U maslik bilanmi yo beparvolik qilibmi, eshittirishni 4 minut oldin boshlab yuborgan. Xuddi shu vaqt Primov doktor niqobida buvisi Rada xolani ko'rgani borgan bo'lib, dori berib o'ldirib ketadi. Men faktlarni hatto eng mayda-chuyda tafsilotlarini ham juda ko'p marta solishtirib chiqdim va o'z farazlarim to'g'ri ekaniga tobora ishonch hosil qildim. Primov leksiya vaqtida o'z kabinetidan chiqib ketardi. Buni hech kim bilmasligidan foydalanib, jinoiy ishlarda ishtirok etardi. Endi planlardan nusxa ko'chirishni olaylik. Paketlarni Primovning o'zi ochardi va ular bir necha vaqtgacha javobgar odamning ko'zidan xoli qolardi. Massaj tugadi. Hozir kiyinyapti. Elektr protsedura qiladi bo'shaydi. Doktor, men bo'ldim. Injener Ratchev seni yaxshi ko'rishi rostmi? Bo'lmagan gap. Nima edi? Yo'q, o'zim shunchaki so'radim-da. Biz Savina bilan gaplashib turgan vaqtimizda kimdir o'ng tomondagi seyfni ochadi. Seyf orqali yo'l borligini Avraham amaki bilar edi yoki sezgan edi. Ammo u menga aytib ulgurmadi. Uni ham o'ldirishdi. Men o'ylab yurgan narsani Kosibning hikoyasi tasdiqlab berdi. Bir safar Primov meni Balchikka olib ketayotganda o'zim so'roq qilgan shofyorning so'zlarini esladim. Todor mashinani hayday olmas edi. Chunki u ranglarni ajrata olmasdi. Biz buni bir operatsiya vaqtida uning qizil va ko'k raketa signallarini ajrata olmaganida bilgan edik. Egizak aka buni bilmas edi. Safiyada ko'z doktori menga bu kasalni davolab bo'lmaydi dedi. Men Primovni rangdor qalamlar olib borib sinadim. U adashmay hamma ranglarni to'g'ri aytib berdi. Bizning asosiy xatomiz 13-kechaga o'tar kechasi yuz bergan halokatni tez unutib qo'ydik. Primov tuzalib ketdi, ishga chiqdi, hamma xotirjam bo'ldi. Ammo ana shu kecha katta bir jinoyat yuz bergan edi. Parvon Primov o'zining ukasi Todor Primovni
va injener Slaveyevni o'ldirdi. Shofyorning ko'ziga o'tkir magnit sho'lasini tushirishadi. Pepa simyog'och ustiga chiqib, halokat to'g'risida shaharga xabar qildi. Ko'p rahmat senga, minnatdorman. Bizni hech tinch qo'yishmadi-da. Yolg'iz bizniginami, o'rtoq general? Endi nima qilmoqchisan? Hozir bolalar uyidan ratchini olaman-da, ovqatlangani boramiz. Indinga dam olgani jo'nayman. Mayli, jo'na. Kechirasan. Ha. Men. Tayyor deng? Bo'lmasa darhol menga yuboring. Dam olishing yana qoldiriladigan bo'ldi.